Shavkat Miromonovichga 2 yil davomida murojaat qildim-da. Aloqa vaziri lavozimi, men da'vogarman. Men aloqa vaziri lavozimini oling dedi. Bitta har safar yozganda murojaatni izohlaganman. Nima uchun men aynan shu sohani qildim. O'zi amal emasman yoshligimda. Vakant emas-ku vazir hozir. Ana menga doim shunaqa deb joy band deb kelyapti-da. Lekin men eng bo'lsin davlat zaxirasi qilish kerak. Hop. O'sha masalada misol siz yordam berishingizni so'rayman. Yaxshi. Mana anketa anaqalarim, ma'lumotlar hammasi. Bo'ldi. Aloqa vazirligiga misol uchun o'zgartish kiritish bo'yicha menga hech kim ham suhbat ham qilmayapti hech qayerda. Men murojaatlar bilasizmi? Aloqa vaziri bo'laman deyapman-da, vazirlikka jo'natyapti misol xatlarimni. Yo, ikkinchisi anaga jo'natadimi, diskka jo'natadimi, nuqul mashina qo'yapti sensorlar. Siz davlat xizmatini rivojlantirish agentligini bilasizmi? Qayerda joylashganini bilasizmi? Muzaffar Aripov o'rgatdi. Hozir mana sizga aytadi. Respublika prezidenti huzurida davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tashkil qilingan. Muzaffar Aripov. Otabek Hasanov degan rahbar. O'sha yigit zaxirani shakllantirdi. O'qitadi, tayyorlaydi, ajratadi. Hozir mana o'rgatdirini sizga aytadi yo'q. Yo'q, siz iltimos bor shaxsan. Uka sifatida mana siz bilan uchrashasiz. Meni bir taklif qiling iltimos. Qayerga? Prezidentga. Muzaffar tushuntirib bering, davlat xizmatlari rivojlantirish agentligiga aloqa vazirligiga aloqa vaziri bo'laman deyapti. Bo'laman men. Tayyorman. Qancha suhbat bo'lsa tayyorman. Sog' bo'ling.